Assalomu alaykum tog'a. Qayerda yuribsan? Mana kelyapman tog'a. Tinchlikmi tog'a? O'zingiz yaxshimisiz? Jiyanlar yaxshimi? O'sha jiyaningni gapirma, mushu yesa onasini palon qilib, pul topib aql topmagan biladi. Endi nima boshladi yana, jiyan? Ko'rmaysanmi, Bo'riboyevchi o'zicha chetdan mashina olib kelgan, na rasnamoshka qilgan, na sertifikatini olgan, hech narsa hal qilmagan, hammasi meni bo'ynimda qolib ketgan, siqilib yotibman bir oydan beri. Tog'a, shu buni muammo. Muammo jonga tegdi. Nimani hal qilib berasan? Qaqqob kelyapsan meni, boyadan beri yuribmiz. Tog'a, 40 ga chidadingiz, 41 ga ham chiding. Biz hozir Toshkent indeksga keldik. Tog'a, avtodeklarat komandasi sizga o'xshagan insonlarni ishini tez hal qilib beradigan bolalar shu. Yig'ishtir, bilaman deklarantlaringni. Dardi soqqa buloringni, dardi soqqa. Tog'a, siz bitta eshitib ko'ring. Siz keyin baho berasiz. Bo'lmading salam. Aka, jiyan sizni ozgina ovora qilib qo'yibdilar. Agar avtodeklarant pastga chiqsa, o'z Telegram profilimizga bizga Smer Invoice mashinani texpasportini tashlab bersalar, hujjat tashalgandan boshlab 6 soat ichida nasib bo'lsa rastamashqa qilib beramiz va boshqa nombordan mashinangizni bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Ha, jiyan, qalaysan? Yaxshimisan, tuzukmisan? Ha, olib chiqib oldim. Ha, hal bo'ldi. Ha, rahmat senga. Keyin kechqurun shashlik qilib nishonlaymiz mashinani. Xo'p, davay. Bo'pti, xo'p. Aha, kutaman. Shakarsan, avtodeklarat. Shakarsan.